Ko'pchilikda bo'ladigan holat Cobalt orqasi elashi hamda yuk bilan orqasi urishi. Bunga oson yechim bor. O'ng qo'limdagi Orlando amortizator, chap qo'limdagi Cobalt radno amortizator. Turishi почти bir xil. Ko'pchilik ustanovkasiga o'ylanadi, qanaqa qilib qilinadi. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Amortizatorda hamma yo'g'i birga bir tushadi, tevasi ham, udarni rezinka, отбойный rezinkalari ham birga bir tushadi. Buni tevasiga hamma yo'g'idan radno yig'iladi. Muammo mana bu joyda qoladi. Bu muammoni oddiygina bitta gayka bilan hal qilsa bo'ladi. Bu gaykani bortni ustiga tagiga bitta doполнительный shayba hisobida qo'yib yuboriladi. Bo'ldi, muammo yechiladi. Albatta qolgan narsalar perdecha har xil narsa qilinmaydi. Hamma yo'q birga bir yig'iladi. Bundan keyin orqasi to'qilib urishi, bundan tashqari yuk bilan ancha qattiq tushishlari, orqasi elashlari umuman yo'qoladi. Bu akamiz ham ancha zerikan ekan, kira qiladi. Обязательно ko'pchilik bekorchilik kira qiladi. Bu akamiz ham yuk bilan ko'tarilib, tez yurib bo'lmayapti. Bu videoda asosan ko'tarilgan Cobalt'ga jo'natib qo'yamiz.